25-ci bab. U vaqtda Ərişnin patşalığı xuddi qo'llariga chiroq elib, to'yi bo'lgan yigitning oldiga chiqqan 10 qiz qo'ldashga o'xshaydi. Bu qizlarning 5i aqlsiz, 5i bo'lsa aqlliq ekan. Aqlsiz qizlar chiroqlarini olgan bo'lsa-mu, yeniga yog' elib olmabdi. Aqlli qizlar bo'lsa, chiroqlari bilan billa qochilarda yog'mi olibdi. Yigit vaqti kelgachga ularning hammasini uyqu besib, uxlab qopdi. Yerim kechida yigit keldi, oldiga chiqinglar degan ovoz olinibdi. Buning bilan qizlarning hammasi o'rnidan turib, chiroqlarini parlabdi. Aqlsiz qizlar aqllilarga, chiroqlarimiz o'chib qolay dedi, yig'inglardan beringlar-chu, debdi. Aqlli qizlar, yo'q, bizga ham sizlarga yetmasligi mumkin. Eng yaxshisi do'konga berib yog' setib olinglar, debdi. Lekin ular yog' setib olg'ili ketayotganda yigit kelib qopti. Tayyorligi bor qizlar uning bilan birlikda to'y ziyofatiga kiribdi. Eshik taqilibdi. Keyin yilqi qizlar qaytib kelib, "Taqsir, ishni ichib eting", debdi. Biroq yigit, "Bilib qo'yinglarki, men sizlarni tonimayman", deb javob berdi. Hazreti Ayso yana mundaq dedi: "Shuning uchun sagak bo'linglar. Chunki inson o'g'li qaytib keladigan vaqt soatni bilmaysizlar." Ərişning podshohligi safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. U chakorlarini chaqirib, boyligini ularga topshiribdi. U odam har bir chakorning ovqat qilish qobiliyatiga qarab, biriga 5000, biriga 2000, biriga 1000 kumush tanga berib yo'lga chiqibdi. 5000 tanga olgan chakor darhol berib ovqat qilib, yana 5000 tanga foyda olibdi. 2000 tanga olg'inimi, yana 2000 tanga foyda olibdi. 1000 tanga olg'ini bo'lsa, berib yana qo'lab, xo'jayini uning topshirgan pulni ko'mib, saqlab qo'yibdi. Uzun vaqt o'tgandan keyin bu chakorlarning xo'jayini qaytib kelib, ular bilan hisoblashishga boshlabdi. 5000 tanga olgan chakor yana 5000 tanga qo'shib elib kelib, "Xo'jayin, siz menga 5000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, yana 5000 tanga foyda oldim", debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyat yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakor ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. 2000 tanga olgan chakormi kelib, "Xo'jayin, siz menga 2000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, yana 2000 tanga foyda oldim", debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyat yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakor ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. Ondan 1000 tanga olgan chakor kelib, "Xo'jayin, sizning qattiq odam ekanligingizni bilatdim. Chunki o'zingiz termisingizmi, uning g'uslini kutasiz. Ruxsamsingizmi, xamon olasiz. Shunga qo'rqib, siz bergan tangini yegi ko'mib, saqlab qo'ygan edim. Mana pulingiz", debdi. Xo'jayin uningga, "Ey, yomon va xo'rin chakor, sen meni termigan yerdan o'rib oldigan, ruxsamgan yerdan xamon oldigan odam deb turib, nemishqa pulimni jazoni xo'rlarga omonat qo'ymading? Shundoq qilsang, men qaytib kelganda pulimni o'simi bilan olmamdim. Xo'p, uning qo'lidagi 1000 tangini elib, 10 000 tanga bor chakorga beringlar. Chunki berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriladi-da, buning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketildi. Bu yaramsiz chakorni sirtqa, qorong'ulikqa qo'g'lib yetinglar. U yerda hasratda yig'lab, kishilarini g'uchurlatsin", debdi.
inson o'g'li o'z shon sharpi ichida butun farishtalar bilan birga kelganida podsho bo'lib sharaf taxtida o'ltirdi. Butkul xalqlar uning oldida to'plandi. U ularni qo'ylarning o'ng yeniga, o'shkilarni so'l yeniga ayirgan qo'ychidek ayrıydı. U o'ng yenidagi kishilarga: "Hey otam tarpidan baxtlik qilinganlar, kelinglar. Dunyo oprida bo'lgandan beri sizlar uchun tayyorlangan miros Xudoning podshohligiga ega bo'linglar. Chunki osh qog'inimda sizlar menga yemaklik berdinglar. Ussiz qog'inimda usulliq berdinglar. Musofir bo'lib yurganimda o'z qo'yninglarga oldinglar. Yalang'och qog'inimda kiyindidinglar. Kesal bo'lib qog'inimda kelib holimdan xabar oldinglar. Zindonda yotganimda yo'qlab turdinglar" deydi. U chog'da haqqoniy odamlar uningga: "Ey Rabbim, biz sizni qachon och ko'rib to'ydirdik yoki ussiz ko'rib subadik? Sizni qachon musofir ko'rib qo'ynimizga oldik yoki yalang'och ko'rib kiyindirdik? Sizni qachon kesal yoki zindonni ko'rib yo'qlab turdik?" deb so'raydi. Biroq podsho ularga: "Bilib qo'yinglarki, eng arzimas qarindoshimdan bo'lgan bularning birarsiga qilganinglar dal menga qilganinglar bo'lib hisoblandi" deb javob berdi. Ondan so'l yendiklarga: "Ey la'natlar, ko'zimdan yo'qolinglar. Shayton bilan uning g'olchilariga hazırlangan mangu o'chmas do'zax o'tiga kiringlar. Chunki och qog'inimda menga yemaklik bermadinglar. Usig'inimda usulliq bermadinglar. Musofir bo'lib yurganimda o'z qo'yninglarga olmadinglar. Yalang'och qog'inimda kiyindirmadinglar. Kesal bo'lganimda va zindonda yotganimda yo'qlamadinglar" deydi. Bu chog'da ular: "Ey Rabbim, sizni qachon och, ussiz, musofir, yalang'och, kesal yoki zindonda ko'rib turib xizmatingizda bo'lmadik" deydi. Biroq podsho ularga: "Bilib qo'yinglarki, eng arzimas qarindoshlarimdan bo'lgan bularning birarsiga qilmaganni menga qilmagan bo'ldinglar" deb javob qaytardi. Buning bilan ular mangulik jazoga uchraydi. Haqqoniy odamlar bo'lsa mangulik hayotga erishidi.